Ayriliq kimga ko'proq ta'sir qiladi? Ayollargami yoki erkaklargami? Bu savolga javob berishdan avval bir narsani eslatib o'tmoqchiman-da. Bejizga ota-bobolarimiz insonning nasli nasabiga ko'proq e'tibor qaratishmagan. Endi javob berishga o'taman. Misol tariqasida. Tasavvur qiling, sizda otxonangiz bor. Bu yerda zotdor ot boqasiz. Uni yoniga bir eshakni olib kelib bog'lab boqa boshladingiz. Ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng ularni ayirib tashladingiz. Ayriliq qay biriga ko'proq ta'sir qiladi? Eshakkami yoki zotdor otgami? Albatta, eshakka ta'sir qilmaydi. Avvalgiday u eshak bo'lgani uchun ham yashashda davom etadi. Ot esa aqli farosati jihatdan eshakdan ustun bo'lgani uchun unga og'ir botadi. Unga ayriliq qayg'uli kechadi. Gap bu yerda qay bir erkak yoki ayolida emas. Bu yerda ko'proq qay birida muhabbat, his tuyg'u borligida. Shunday ekan, munosabatga kirishdan avval oilaviy, do'stona bo'lsin, eshak sifat odamlarni tanlab qo'yishdan ehtiyot bo'ling.